Agar shu ham yorilganida 4 ta ballon portlab ketishi ehtimoli katta edi. Biz bu videoni qilishdan maqsad kimnidir aybini ochish yo boshqa qilish emas. Shopir akalar o'zini ehtiyot qilish uchun mana nima uchun ichiga kiygizasizlar deb so'raydi. Mana shuning uchun kiygizamiz. Mana orqaga tirashgan, orqaga tiraganning foydasi yo'q. Ko'rib turibsizlar, mana hammasi sinib ketgan belidan. Bitta shu qolgan, bunisi ham mana tayyor bo'lib yorilib, uzilib qolishi kerak. Biz nima uchun bunday qo'yamiz deb maqtanamiz. Jihati mana ballon chirishga olib keladigan eng katta sabablardan biri mana shu bo'ladi. Loy yig'ilib qoladi, suv yig'iladi, keyin ballon chiriydi, vaqti keladi, ballon chirigandan keyin teshilib, katta davleni ko'tarmasligi mumkin. O'shaning uchun ana shu narsani sizlarga tavsiya etamiz. Har kimda tanlov o'zini xohishi. Yaxshi variantni qo'ysalaringiz sal qimmatroq chiqadi. Qimmatiga evaziga, lekin siz uzoq muddat xizmat qilyapsiz sizlarga. O'shaning uchun yaxshi sifatli qilib qo'ygan yaxshiroq.